u qizni ham yo'qotib qo'yganmiz. Ensefalit tashxisi qo'yilgan, lekin 2 yashar bolaga mana ko'chada chipsi bilan kiriyeshka yedirishgan. Ko'chadan sotib olishgan. Endi men magazinda bo'lgani bilan, tokchalada bo'lgani bilan infeksiya bor, boshqa bor, kichkina bola buni hali hazm qila olmaydi. O'shani yegandan keyin bolada ichki holati bo'lgan, qus holati bo'lgan. O'sha ovqat noto'g'riligi hisobiga keyin ensefalit holatiga o'tib ketgan. Ensefalit bu miyani yallig'lanishi va bu qizchani ham asrab qola olmaganmiz. Bu ham men uchun juda ham achinarli holat bo'lgan, chunki bolani to'g'ri ovqatlantirish kerak. Bolaga mumkin bo'lgan ovqatlarni berish kerak. Mana masalan men ko'p onalarimizga aytaman, bilasizmi, sitrusli yegisi kelyapti, voy bananni juda ham yaxshi ko'radi deyishadi. To'g'ri. Lekin O'zbekistonda katta bo'lgan bolalar, O'zbekistonning iqlimida hosil bo'ladigan mevalarni berish kerak. Olmalarimiz bor, noklarimiz bor, o'zimizda, O'zbekiston hududida o'sgan, pishgan, g'arq pishgan o'z-o'zini xil mevalarimiz bor. Ana o'shalardan tavsiya qilish kerak. Hozir to'g'ri imkoniyatlar ko'p, har xil xil mevalarni olib kelishyapti. Hamma narsa bor. Bu yerda avokadosi ham bor, turli xil dragon fruit deymizmi? Hamma narsamiz bor. Lekin buni hazm qilishga bizani oshqozon o'rganmagan. Chunki bu bizani hududda o'smagan. Har bitta hudud uchun o'zini o'simligi, o'zini nima deydi, xil mevasi bor. Ana o'shani bolalarga yedirishni tavsiya qilgan bo'lardim. Undan tashqari rangiga ham ahamiyat beringlar deyman. Bolajonlarimizga o'sha yam-yashil olmalarimiz, oddiy o'z-o'zini olmalarimizni berishni tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki qizil olmalarimiz bor, bozorda chiroyli, ularni shunaqa chiroyli bo'lish uchun juda ham katta obработка qilinadi tashqi holatiga.